Bozor ko'rgan akalarimiz bu dumbani bitta ko'rishda farqini bila olishadi. Mahalliy Qo'chqor dumbasiligini aka, dumbani sifatga bitta baho bering. Biz muzlagan dumbadan foydalanmaymiz. Shunaqa endi so'yilgan Qo'chqor dumbalardan foydalanamiz. Buni qarang, issiqqina hali. Buni ichini qarang, dumbani tozaligini. Shunaqa sifatli qo'ylarni, Qo'chqorlarni dumbasidan foydalanamiz. Mana shunaqa holatda kesib, buni qotirib ikkita pishirish etapidan o'tkazamiz. Qarang dumbani. Bu dudlangandan so'ng mana bunaqa kiloli holatda bo'ladi. Mana bunaqa qopchalarga solib qo'yamiz. Xaltalarda bu setkali bo'ladi, havo o'tkazadigan. Bu qancha turgan sari shuncha mazalilashib boradi. Bizdan telefon qilib eskisini bering deyapti. Men bor uzr, bizda 3 kunligigacha bo'lyapti. 3 kundan u yog'iga uje qolmayapti. Mana shu ham 2 kunligi. Mana qattiqligini ko'ryapsiz. Kiloli variantda sotamiz и vakuumli variantda sotamiz. Akajon, sizga qaysi biridan kerak? Pastda nomerlar qoldiraman, telefon qiling, zakaz bering, zakazingizni bola chiqarib berishadi.